Termiz butkani tozasidan so'raganlar bormidi? Bo'lib ham eng balandidan, eng fulidan GLS, zavod propan, Android monitorlarigacha bor, cruise kontrollarigacha bor. Xo'p, 2024 ga 9-oy berka 13 ming yurgan top tozasidan ko'rsatamiz. Bitta qaraganda o'zi mashinani vidi qanaqaligi aytib beradi. Bitta e'tibor berasizlar. Balonlarida deyarli rasxod yo'q, yangi holatda turibdi. Ochishimiz bilan 2024 ga 9-oy berka bizni kutib oladi. Oyog'i taklarigacha hali top-toza holatda turibdi. Xo'p, Android monitor, cruise control, multimedia, pechka, klimat kontrol hammasidan bor. Avtomat, Tiptronic, xo'p, video registratorlargacha bor. Mashinani rullari ham top-toza, unaqa ezib minilmagan. Deyarli 13 ming yurgan mashina. Bitta chiqib ko'rsataydi. Xo'p, 13 ming kilometr bosib turibdi mashinamiz. Bittada o'zi o't olyapti. 230 kilometr propani bor ekan. Xo'p. Mashinamiz ozoda holatda ichlari. Xo'p, qaytariladi. Qaytarilyapti. Ko'ryapsizlar. Bokovoylarda spirallar bor. Rul isiydi, sideniya soviydi, klimat kontrol. Xo'p, radiolar, zadniy vid kamera ishlab turibdi orqada. Xo'p, engine start stop, palasa o'qiydi. Xo'p, tayst izolyatsiyalari bor. Xo'p, rushnolari ham juda ham cho'tki holatda ishlab turibdi. Ichlari endi salon holatida turibdi akalar. Xo'p, taglariga qarasak, bir boshdan kalitmendalik uchun chillayapti. Xo'p, taglari videoda ko'rinib turgandek ortiqcha maqtashimni keragi yo'q. Kardallari, guloshetlari oppoq holatda turibdi. Ramani taglarini qaranglar. Deyarli umuman ishlatilmagandek turibdi mashinani. Xo'p, mana bu prujinalarni qo'shtirgan ekan o'zi. Xo'p, balon ichidagi boltga kelar hali zavoddan chiqqandek holatda turibdi. Balonlarda rasxodlar deyarli yo'q. LPG qo'yadigan joyi, orqasini qaranglar endi bitta. 3 ta ключойli bo'ladi bunisi. Xo'p, balandidan o'zi balandi bittada aytadi. Xo'p, ichlariga deyarli yuklanmagan. Nima deysizlar, bo'laveradimi? Xo'p. Xo'p, endi bitta qarasizlar. Mana shu 13 minglik mashinani guloshetiri mana shunaqa bo'ladi. Tabletka balon, ramadagi stikerlar ham hali ketmagan. Rasor qo'shtirgan ekan. Xo'p. Bitta ko'rsatmasam bo'lmaydi. Nima deysizlar? Ochig'i motorni ochib ko'rsatib bera olmadim. Juda ham tor joy bo'lgani uchun motorini ishlashi tashqi tarafdan qaraganda juda ham yaxshi holatda ishlab turibdi. Xo'p, endi akalar, buni narxiga keladigan bo'lsa, eng asosiy joyi narxi butkani buziladigan bo'lsa 19.900 ga CIP Toshkent, CIP Rastamoshkagacha yetkazib beramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, xudo xolasa chiroyli holatda minilgan mashina ekan.